Devlet kontrolün bizning отдел alып bara, ya'ni Rosreestr idarasining oqtanish bo'likchasi. Bizning bo'likda 2 inspektor ishlaydi. Tekshiruvlarni biz Rossiya Federatsiyasining Yer kodeksi, shulay administrativ huquq buzuvlar turindagi kodeks negizida o'tkazamiz. Har yil sayin yuridik zotlarga ham fizik zotlarga bizning tarafdan plan tuziladi. Ishimizni shu plan negizida olib boramiz. Tekshiruvni o'tkazgach, biz endi tekshiramiz. Bu yer kishilarning dokumentlari bormi? Bu kishi bu yer bilan maqsadchan foydalanadimi? O'zining yerining granitsalaridan chiqib ketmaganmi? Shu belgilamalar bo'yicha biz tekshiruvlar o'tkazamiz-da, akt tuzamiz. Natijada akt tuziladi ham aktda endi narushение topila ekan, zakon buzuv ishroqlari bizning tarafdan bu kishilarga administrativ huquq buzuvlar negizida jazo qaralgan. Kishida o'zining yurtqa, o'zining yer kishilarligina bo'lgan dokumentlarini borlasin edi. Agarda bugun ularning huquqlari birdan davlat mulkiyat reyestrida tirkab o'tmagan bo'lsa, ular bu yer kishilarligida yurtida mirosda etib qoldira olmaylar, sotada olmaylar, zalogkada sola olmaylar. Shuning uchun anlatib o'tasin kelar, butun kishida o'zining dokumentlarini borlab, o'zining mulkiyatlarini bo'lgan birdan davlat mulk reyestrida tirkab o'zdirsinlar edi.